Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli guruhdoshlar, bu o'tirganlar menga sinfdoshlar. Xudoyberdi Komilov, o'rtog'im, Erkinjon Shodiyev, Ne'matjon Ahmedov, Rajab aka Odinayev, Yusuf aka Qodirov va Nabiyev Bahriddin. Mana bugun Xudoga shukr, do'stlar bilan bugun 1-iyun yozda kirishini bayram qilyapmiz. Chiroyli dasturxon, chiroyli mana ovqatlar, lag'monlar bilan mazza qilib o'tirishni niyat qildik. Va hamma sinfdoshlardan tilab qolamiz, so'rab qolamizki, doimo sizlar ham yig'ilib turinglar. Bir-birlaringga mehribon bo'lib, bir-birlaring bilan qadrdon bo'lib. Bolalar kunimi? Bugun bolalar, biza ham boladay gap. Yoshimiz bir yerga borganiga bir boladay bo'lib qolasan. Men bilan ichida kattaroq bo'laman. Sen men bilan yoshroqlar. Ha, Bahriddin aka. Qani yaqinroqdan ko'rsatib o'taylik, Yusuf og'amni ham. Ko'p salomat bo'linglar. Osh bo'lsin, qarang, lag'monlarni bay. Chiroyli salatlar, lag'monlar. Hammalaringga tani saatlik, xotirjamlik, tinchlikni so'rab qolamiz. Sog' bo'lasizlar, azizlarim, sog' bo'linglar.